Rektovaginal oqma bu nima? Bu to'g'ri ichak va qin o'rtasida hosil bo'lgan teshik va undan har xil ajralmalarning kelishi rektovaginal oqma deyiladi. Paydo bo'lgan teshik gaz va axlatning to'g'ri ichakdan vaginaga oqib o'tishiga olib keladi. Rektovaginal oqmalar qanday alomatlar beradi? Vaginadan najas yoki gazni o'tkazish, ichak harakatini nazorat qilishda qiyinchilik, vaginadan yomon hidli oqindining kelishi, qaytalanuvchi vaginal infeksiyalarning uchrashi, vagina yoki vagina va anus o'rtasida kuchli og'riq bo'lishi, jinsiy aloqa paytida og'riqning bo'lishi. Xo'sh, rektovaginal oqmalar kimlarda uchraydi? Tug'ruq paytida yuzaga keladigan asoratlar, ya'ni og'ir tug'ruq paytida oraliq soha torayishi mumkin. Bunaqa paytda akusher tomonidan xato epiziotomiya o'tkaziladi va rektovaginal oqmalar kelib chiqishi mumkin. Ikkinchisi, ichakning yallig'lanish kasalliklari, ya'ni Kron kasalligi, yarali qolit. Bular ovqat hazm qilish sistemasida yallig'lanish keltirib chiqaradi va bu kamdan kam hollarda oqma paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Uchinchi, chanoq bo'shlig'i a'zolaridagi onkologik kasalliklar, vaginada, bachadon bo'ynida, bachadonda, to'g'ri ichakda uchraydigan saraton kasalliklari yoki bo'lmasam ularni davolash maqsadida olib boriladigan radiatsiya nurlari. Bular ham o'z navbatida rektovaginal oqmaga olib kelishi mumkin. To'rtinchi, jarrohlik amaliyotlari. Qinda, to'g'ri ichakda va anusda o'tkaziladigan operatsiyalarda